Hem meşgıcım ottağılmaydı. Emse azizler, mani ma bir sanlımız satqıla kiriptike bununki biz az tekşürsek bunun hiç qanday yedi ya bir mançı gram kömüş mançı gram altın deydiğen nesi yok ya tuqqalla kösanlar boldu hazır qilmish badam nusqike nerna qafkam özünüz bir dana xotem dağımma qanday biyaga Ürümchiga chiqib satadigan bo'lib qolganmi ya To'yda yuttirayotgan taraf. Şolmaz deydiganman. Aşta ancha-muncha mushta gapni qilib chiqarsam, xafa bo'lib qoldi ekansizlar. Xotendagi odam Xotenga pas olmamdi, Qashqardagi odam Qashqarga pas olmamdi deb. Endi bunday gapchi, bir narsani miyada oldim, cho'qim mushani o'z satma deyolmaymiz. Insonchilikda oyoq-moyoqlarga berib qolamiz, safarga chiqib qolamiz. Mana mushunday ish bo'ldi shu. Ajizib tekshirsak hech qanday oltin, kumush deb yo'q-ku. Bu ukam siz seriq kumush deb olganmi, qoplama oltin deb olganmi? Ha? Qoplama oltin deb berganman. Bu bir to'mat aslida. Bir tanesini qaplama altın deb optik. Lekin bunun hiç qanday altın kömüş deb bir nimasi yo'q ekan tuqqanlar. Amaliyotda qaplama altınninki yilg'on xili cho'ng zanjirga men tutaman fikam. Hozir men mavu ochiq mashlo bayramlik uzuk. Mush inchga nozik mundaq uzuklarni tayyorlayapman. Mushunda uzukning ichiga manchi gram altın, manchi gram kömüş deb shu ma'lum bir yeriga o'zimizning markamizni hattoki qo'shib, o'yib bunda tamg'urutdi ichiga. Tushuninglarmi azizlar? Shunga qaplama altın sotib olgan vaqtingizda altın kendaplam ilevermay jinim tuqqanlar. Mana bir diqqat qilib qo'yinglar. Mana altın qanday yeg o'yoqliq, mana altın kömüş qanday yedi bu men bir ko'rib boqay. Qaysi markaning deb sizlarning ashta ko'rdigan sizlarningki haqqinglar bor. Men qaranglar. Hozir ajizda aman tekshiryapti. Ben aşın bir köz olay ya. Hadi kıl. Çıkardım ma. Ay köydün olma. Doktor. Cephe sevsim. Oldu. Ay köydün olma. 24'te 68 084 gram de. Değil mi? 88 mi 68? 84. 084 altın 24'te 88 gram. Kümüşü varken. Ana dil hoş diyen marka mı var? Emniyet kaplama altın diyenin anında açtan markası buldu. Cinem tuqqanlar. Şuna, benim bir artıqışqa arlaşdı demey. Birinin şaltıqı men qo'yib ketmesin deb lan mafilimni ishlayaptım. Balla deydi artıqışqa arlaşmasan olmamdı. Yaman bo'g'li siz qolgan bacha deydi. Men arlaşmasam bo'ldi. Ig'zini menda jumsam bo'ldi. Lekin men singlimiz chiqib ayada. Oy bu qaplama altın emasken dedi. Qaplama altın degan ishengil olmaydi ekan deb do'stlariga deydi. Uning ig'zidan bu, buning ig'zidan bu o'zi to'g'ri bo'lgan yerni ololmay. Hammasi bir tayoqda aytilib, oy qaplama altınchi degan anda qaplama altın degan pul yaramaydigan narsa deydigan menda gap chiqib qoldi. Shuning uchun lan mushta bir artıq chiqarlashib qoldi ekanman. Amsa xato gap salgan bo'lsam bir xapanmay gap egisini topsin. Ammo qaplama altınchilik qilayotgan tuqqanlimi? Hammani qaplama altın deb setavermay, qaplama altın bo'lsa qaplama altın deb setinglar. Tegi kumush bo'lsa kumush, mis bo'lsa mis deb setinglar. Seriq kumush bo'lsa seriq kumush deb setinglar jinim tuqqanlar. Artıq chiqarlashib qolgan bo'lsam xapanmag'aysizlarmisiz. Andan ras, mau qaplama altınlarımızı Cibod'un asak bolup diye xeyrigül deydiğen tuqqanlar. Bugün kes saat Şinjan vaqti 6'da, yerlik vaqti 6 bilen Cibod'a qaplama altınlarımni Cibod'a berme, Cibod'a kirib qaplama altınlarımni aldığanlar evasanlar buldu cümüm.